Salom jigarlar, sizlar bilan Dilisi Legend kanali. Bugungi videoda ajoyib bir kontent tayyorlab qo'yibman. Undan avval esa bir narsa bilan ogohlantirib qo'ymoqchiman. Kommentariyalarda bir xillar yozyapti-ku, akkaunt o'g'irlangan, bu manikida sotvagan deb. Umuman sotmaganman, o'zim noldan yiqqanman. Oxirgi marta kontent olganimizda bu akkaunt 87 levelda edi. Hozir esa 89 ga olib chiqdim. Ajoyib yangiligimdan biri bu Dream Draft ochib qo'yibman. 8 ta o'yin, yo'q, 7 ta o'yin ekan. Hammasini o'ynab bo'lmadim. Final o'yinini qoldirdim. Hozir sizlar bilan Parijga qarshi final o'yinini o'tkazamiz. Undan avval esa tarkibimni obzor qilib, so'ngra o'yinni boshlaymiz. Demak, hujumda Harry Kane 89 kuchaytirilgan holatda show darajasi 100 holatga olib kelingan. Keyingisi Vitor Gyökeres, ajoyib bu ham, Bruno Fernandes, Guimaraes, Federico Valverde, Alessandro Balde, Moses Caicedo, Ronald Araujo, Bremer hamda Gabriellar va Alisson darvozada. David De Gea demak 79 kartasi zaminada, Villarreal, Pierre-Emerick Aubameyang, Isco, Exuel Palacios va Iñaki Williams bor, Nuno Mendes bor, Bradley Barcola bor. Demak, biz final o'yinini boshlaymiz. Bismillah. Parij ko'rib turganlaringdek ajoyib tarkib. 86 Dembele, dahshat, ketdi. Kane. Gol. Demak, Bruno Guimaraes 9-daqiqada hisobni ochyapti. Vitinha, Barcola. Tezlik yomon Barcolada, ko'rib olaylik-da. Barcola mana 89 ga 90. Juda tez bu. Moses Caicedo mi? Yo'q. Mendes. Araujo hujumni to'xtatdi. Ko'tar. Chotki katta Gyökeres. Uni talashdi-yu. Pas Kane yo'q. Dembele. Birinchi Gabriel, demak Baldega berish kerak edi. Chevalier, Caicedo, Vitinha ortga, Pacho, o'tkazib yuboryapmiz-ku. Bremer. Bitta gol urib olibmiz-ku, bo'ldi. Bundan tushgan hozirgi olmoslarda o'yinchilarimizni kuchaytirib olamiz va bitta ko'rsatib chiqaman qanday kuchayayotganini. Balde ketdik. Tugatmayaptimi aka? Demak, mana birinchi bo'limni yakunladik.
yutib yakunladik. Guimaraes ushbu futbolchi tufayli zaminalar qilib olishimiz shart. Oqsadi o'yinchilar. Buni men ish tushirmasak, Balde unaqa qocholmayapti-da. Bu yoqqa bunday qilamiz, ketdik. Demak, ikkita o'zgarish Nuno Mendes o'rniga Balde hamda Pierre-Emerick Aubameyang Valverde o'rniga o'yinga qo'shildi. Keyin pas Nuno Mendes. Xo'sh, Hakimidan o'tib bo'lish qiyin, Gyökeres pas keyin yaxshi gol. Video vaqti cho'zilmayapti. 5 daqiqa o'ynab qo'yibmiz. Deyarli 6 daqiqa. Desire Doué, Hakimi o'z ko'raylikda mana bu yerda o'tib ketdi to'p. Va ko'ryapsizlarmi? O'tgandi-da. Doué. Jarima. Ruiz, demak Kaysidoni olmasak bo'lmayapti. Ketdi. Keyin o'zingmi? Ber pas, yaxshi bo'ladi. Keyin o'zi oladi-yu burchakni. Men Fernandes, Pelesisga berib yuboribman. Bo'laveradi. Hisob komfort. Lekin biz gol urgimiz kelyapti-da. Qiyin-da bular bilan o'ynash. Qanotdan qanotga o'ynashni o'zi qiyin bu yerda. Mana urdi. Demak, davom etamiz. Xo'sh. Ketdi. Desire Doué, Hakimi, Fernandes yaxshi o'ynadi. Nuno o't Hakimidan, Hakimi ham bermaydi-da. Ketdi, Nuno ber pas. Pacho ilyapti-da. Bo'ldi, Gyökeresni ham olaveramiz. Xo'sh. 82-daqiqa. O'tkazmaylikda. Bosilib ketib qoldi. Aubameyang Barkolyaga qarshi. Dembele. Markaziy hujumchi bo'libdi Dembele. Williams. Nuno Mendes jamoadoshidan o'tib keta oladimi? Nuno o'zi pas ber. Williams. Nima qilyapti bu? Chevalier, Pacho bo'ldi. $680 DP. Wow. Dahshat-ku bu 200 shunda. Hozir yana videoni to'xtatib turishimga kerak, chunki reklama ko'rib bo'lganimdan so'ng ochib olamiz. Bo'ldi. 60 ta olmos, 723 DP. Dahshat. 2000 deb qoldi 50 ta olmosgacha. Demak, transferlarda bizga kerakli o'yinchilar kelmagan. Yana bitta tarkib qo'ramizmi? Qiyin bo'lib ketadi-da, mayli, kuchaytiraylikchi.
Xo'sh, bosdik qani. Yamal hamda Jamie Vardy kuchaymoqda. Yamal zo'r ketyapti, Vardy ham zo'r. Bizga kerakli va arzon futbolchilar chiqib oldi. Video vaqti cho'zilib ketyapti-da. Mayli, shu ikkitasini kuchaytirib olaylikchi. Pedri, Kane. Va shu bilan videomizni yakunlaymiz. Hammaga rahmat. Bu videoga 100 tacha like yig'aylik. 100 ta like bo'lgan zahoti aynan mana shu yerdan qanday qilib tez DP to'plash kerakligini, aynan mana bunaqa futbolchilarni qanday olishligini mana tez yig'ilyapti. Qanday qilib bunchalik tez yig'ilishini o'rgatib o'taman. Undan keyingi videoda esa poddeshkada bo'lsanglar, ko'proq obunachi yig'sak, DLC yangiliklar, ya'ni DLC Iminov bilan birga o'ynayman. Akkauntimiz zo'r, hamma zo'r kuchaygan. Bandiklar bo'ladi bizga. Maksimum like to'playlar. Agar maksimum like to'planadigan bo'lsa, mana shu rangni ham qanchalik tezroq ko'paytirish kerakligini, qanday bunaqa qilib tezda ko'tarib tashlashligini o'rgatib o'taman. Hammaga rahmat. Sog' salomat